Sizda bir narsa bor, narigi odamda yo'q. Mazax qilmang. Siz bilasiz, u bilmaydi. Ustidan kulmang. Siz boysiz, u kambag'al, uni yerga urmang. Chunki Alloh qodir zot. Buni aylantirib qo'yishligi ham mumkin edi. Shuning uchun shunday bir xayr ehsonni, bir xayrli ishni qilgan paytda musulmon nima desin? Alloh taolo uni fazli desin. Va birovni masxara qilmasin.